Akalar, assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 24-aprel. Bugun Rustam akam avtobuslar yo'lga chiqyapti. Toshkent, Ufa, Perm, Arimuk yo'nalishlarimiz avtobusda. Buni akalarimiz hammamiz. Bugun 2026-yil 17-aprel, 24-aprel. Bugun avtobuslarimiz yo'lga chiqyapti. Akalar, avtobus yaxshimi? Konditsioner, pechka, Wi-Fi, hamma narsamiz bor. Rozetkalarimiz, hamma narsa bor. Yetib borgandan keyin aytib ko'rsamiz. Mana. Sizlar yaxshimi? Yaxshi. Wi-Fi ishlab turibdimi? Ha, konditsioner hamma narsa. Zararchiligini ustroysiz. Eng zo'ri masha odam yaxshi. Masha odamni olib mana. Assalomu alaykum. Pryamoy kelaverasizlar. Ufa 4000, Perm 4,5 rubl. Mana birinchi etajda ayol kishilarimiz o'tiradi. Xizmatda Mirzo Anvar. Ayol kishilar birinchi etajda o'tiradi, polniy. Avtobus yaxshimi? Opa, kommentariy. Yaxshi. Rustam akamning avtobusi Ufa 4000, Perm 4,5 rubldan bemalol kelaverasizlar. Bir tiyin xarajat yo'q. Qo'yliq ipodromdan olib ketamiz. Rustam akamning avtobusi.